10 yil staji bor bog'bonimizdan bugun intervyu oldik. Ushbu ko'chatlarning narxi 5000 so'mdan boshlanadi, u yoqqa ketaveradi. Oxirgacha ko'ringlar, birinchi qo'l joyidan reklama qilyapmiz. Albatta, olib sotmoqchi bo'lganlar telefon qilishaversin, optim shunaqa ular oladigan narxlardan qilib beradilar. Aka, bog'bonlarning sirini ochamiz, nima qilamiz? Xalq uchun bo'lsa mayli. Ochamiz, ha? Albatta. Bundan tashqari yana qanaqa ko'chatlaringiz bor? Eshitishim bo'yicha siz malina, bodom, keyin kivi ham bor ekan sizda. Bor. Keyin ish stajlari kivi yetishtirish bo'yicha 5 yil ish stajlari bor ekan. Mana bu yerda olma ko'chatlarimiz, ha? Olma ko'chatlarimiz. Endi bu necha yillik ko'chatlar aka? Bu 2 yillik. 2 yillik ko'chatlar. Kelasi yildan xudo xolasa bular hammasi mevaga kiradigan. Mevaga kiradigan. Shu yerda 9 xil olma navi bor. Bu yerda hozir giloslarimiz ham bor. Gilos ko'chatlarimiz shunday. Gilos ko'chatlarini ko'rishingiz mumkin. Bu qalin ekan, ha aka? Qaranglar qani. Xudo xolasa bahordan gilos terib olishlari mumkin. O'tgan yili aka shu giloslar yomon qimmatlashib ketdi-da. Shunday. U albatta ko'p olib sotarlarimiz uni sun'iy narxlarini ko'tarib yuborishdi. Aslida biz bog'bonlar uchun qimmat emas edi. Qimmat emas edi. Yo'q. U olib sotarlar uni sun'iy ravishda narxlarini ko'tarib yuborishdi. Ya'ni sizdan olib, ustiga narxlarni qo'yib, shunday qimmatlashib ketganda. Shunday. O'zbekiston bo'yicha 12 viloyatga dastavkamiz bor. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonga ham dastavka qilib yuboramiz. Bu albatta kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda bo'ladi. Birinchi qo'l o'zlaridan shu dehqonlarni juda ko'p chiqarib yuboryapti. Hech kim like bosmayapti. Aka qarang-da. Xalqni o'ylaydigan ham hamma mast aka. Shunaqa. Demak, bular olmamiz yana. Olma ko'chatlarimiz ham juda ko'p. Hamma sortlardan bor. 9 xil bo'lgandan keyin juda ko'p bo'ladi. Garantiya beramiz uni. Albatta. Chunki biz garantiya bo'ladi. O'zimiz bu narsani yetishtirganmiz, o'zimiz urug'dan ko'kartirganmiz, biz kafolat bera olamiz narsamizga. Qancha kafolat beramiz? 98%. 98%. 2%ga agar mehr qo'shmasa agar 2% u kishiniki bo'ladi joy. Ko'chat olishga faqat shu shredderdan olish kerak. Chunki bu yerda haqqoniy bog'bonlar shida bo'ladi. Bu antiqa sorti. Qanaqa sort aka? Bu bodomimiz Makako degan sorti. Makako? Shunaqasi ham bormi? Bu yangi sort, biz o'zimiz buni chetdan olib kelganmiz. Do'stlar, sizlarga yangilik so'raganlar bo'lsa, mana biz 3 gektarga shularni ekkanmiz. Do'stlar, ushbu ko'chatlarni aslida kuzda ekish kerak ekan. Nima uchun? Kuzda eksangiz 100% hosil berar ekan. Ya'ni ko'kar ekan do'stlar. 10 yil staji bor bog'bonimizdan bugun intervyu oldik. Ushbu ko'chatlarning narxi 5000 so'mdan boshlanadi, u yoqqa ketaveradi. Sortiga qarab, har xil mevaligiga qarab. Xullas, oxirgacha ko'ringlar, birinchi qo'l joyidan reklama qilyapmiz. Albatta, olib sotmoqchi bo'lganlar telefon qilishaversin, optim shunaqa ular oladigan narxlardan qilib beradilar do'stlar. Bu kishidan o'zlari olib sotadiganlar juda ko'p ekan. Bir foydali videoroliklar qilaylik deb videorolik qilyapmiz. Undan tashqari malina, bodom, kivi ko'chatlari ham bor ekan. Albatta ko'ramiz. Hurmatli obunachilar, videorolikimizni boshladik. Bugungi bog'bonimiz 10 yil stajga ega, mana shu Shahboz akamiz bo'ladilar. Mana shu bog'ni, shu qalanchiligidan boshlab, mana shu darajaga yetishtirib kelgan bog'bon akamiz. Bog'bonlarning sirini ochishga harakat qilamiz bugun videoroligimizda. Aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Mana aka, rahmisiz? Rahmat. Ishlar yaxshimi? Bo'libdimi? Rahmat. Aka, bog'bonlarning sirini ochamiz, nima qilamiz? Xalq uchun bo'lsa mayli. Ochamiz, ha? Albatta. Do'stlar, bu akamizdan shu ko'plab bog'bonlar o'sha ko'chatlarni olib sotadilar. Kimga mana shunaqa ko'chatlar optimga kerak bo'lsa, albatta bog'lanishlaringiz mumkin. Narxlar eng arzon bo'ladi bugungi videorolikimizda. Aka, sizlarda nech puldan nech pulgacha ko'chatlar? Qanaqa ko'chatlar bor? Avvalo biz buni o'zimiz yetishtiramiz. Biz olib sotmaymiz. O'zbekiston bo'yicha xohlagan joylarga dastavka qilishimiz mumkin. Bu 5000 dan boshlanadi. U yog'i yana daraxtning katta kichikligiga qarab kelishtirib beramiz. Albatta. Juda yaxshi. Bundan tashqari yana qanaqa ko'chatlaringiz bor? Eshitishim bo'yicha siz malina, bodom, kivi ham bor ekan sizda. Bor. Keyin ish stajlari kivi yetishtirish bo'yicha 5 yil ish stajlari bor ekan. Shundaymi aka? Bor. Xo'p, ular ham bor, ha? Bu yerda emasmi mana? Yo'q, bu o'zimizning uyimizda, bu dalamiz. Uyimizda ham yer kattaroq, u yerda bog'imiz bor. Bizda malina sortlarining zo'rlari bor, kivi sortining Monti sorti bor.
Yana bodom, avatar uzumlarimiz ham bor. O'zimiz Avatar ham bormi aka? Avatar ham bor. Hamma ko'chatlar bor ekan-ku aka. Chunki biz bog'bon, biz xalq uchun mehnat qilyapmiz, harakat qilyapmiz. Xalq manfaatdor bo'lsin, xursand bo'lsin. Xursand bo'lsin. Biz pul uchun emas. Xalq bizdan xursand bo'lsin, narsalarimiz olganlar baraka topsin. Juda yaxshi. Xo'p, aka, mana bu yerda olma ko'chatlarimiz, ha? Olma ko'chatlarimiz. Endi bu necha yillik ko'chatlar aka? Bu 2 yillik. 2 yillik ko'chatlar. Kelasi yildan xudo xolasa bular hammasi mevaga kiradigan. Mevaga kiradigan. Shu yerda 9 xil olma navi bor. 9 xil. 9 xil. Qanaqa ko'chat navlar bor? Demak, bu birinchi bizga olma ko'chatlarimiz hozir modada trendda bo'lib turgan Pinkly Lady degan rozali olma bor. O'sha. Ikkinchisi oldingi qadimacha rozmarin bor. Bu rozmarin. Rozmarinda Kremson, Jeremy, Gala, bahoriy olmalarimiz bor, Zilyonka va Boyka degan olmalarimiz bor. Buni yozib olishimning sababi nihollarimiz juda ko'p. Juda ko'p. Negativchilar baribir negativ yozishlari mumkin. Bu bog'bon bo'lsa nimaga yozgan deb, albatta bu yozganim sababi esdan chiqib qolmasligi uchun. Chunki bu yerda juda ko'p turdagi daraxtlarimiz bor. Ko'chatlarni ko'rishingiz mumkin do'stlar. Mana juda qalin. Endi bularni ekilish sxemalari qanaqa bo'lyapti aka? Masalan, olib uylariga ekmoqchi bo'lganlar bor-da, masalan. Oddiy xalqlarimiz biladiganlari bor, bilmaydiganlari bor. Qanaqa ekish kerak, qanaqa parvarishlash kerak? Bu avvalo daraxt ekishda eng katta siri mehr kerak. 200 gram shu daraxtni tagiga mehr solib, qolgan daraxtni olayotganlarda o'zimiz tushuntirib beramiz texnologiyasini. Do'stlar, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Albatta, yetishtirish, qanday qarash kerak, parvarishlash kerak. Xullas hammasini o'rgatib boradilar. Eng muhimi, stajlari o'ta ko'p, ko'ryapsizlar. Bu yerda hozir giloslarimiz ham bor. Gilos ko'chatlarimiz shunday. Gilos ko'chatlarini ko'rishingiz mumkin. Bu qalin ekan, aka. Qaranglar qanday. Xudo xohlasa, bahordan gilos terib olishlari mumkin. O'tgan yili aka shu giloslar yomon qimmatlashib ketdi-da. Shunday. U albatta ko'p olib sotarlarimiz uni sun'iy narxlarni ko'tarib yuborishdi. Aslida biz bog'bonlar uchun qimmat emas edi. Qimmat emas edi. Yo'q. U olib sotarlar uni sun'iy ravishda narxlarni ko'tarib yuborishdi. Ya'ni sizdan olib, ustiga narxlarni qo'yib, shunday qimmatlashib ketganda. Shunday. Juda yaxshi. Gap yo'q. Bulardan qancha ko'pmi aka bular ko'chatlar aka? Bu 70 mingta gilosimizni o'zi bor. 5 xil sorti buni. 5 xil sorti. 5 xil sorti. Albatta bu bog'lama deganlar uchun o'zimizni tavsiya qiladigan gilos ko'chatlarimiz bor. Birinchi yilni o'zidan normalni yaxshigina foydaga chiqsa bo'ladigan gilos ko'chatlarimiz bor. Juda yaxshi. Mana ko'rishingiz mumkin. Gilos ko'chatlar. Necha xil sortlari aka? Bu yerda 5 xil. 5 xil sort. 5 xil. Demak, bahoriy sortimiz hozir trendda bo'lib turgan Mintapol. Shoxlariga ham gilos qiladigan sorti bu Mintapol. Napoleon, sariq hamda Skina degan yangi navimiz ham bor. Skina ham bor. Skina ham bor. U yangi nav qanaqa bo'ladi aka? Bu hosildorligi zo'r. Dumi kalta, donasi katta-katta yirik, quruqroq bo'ladi. Bu eksportga, boshqa yurtlarga yuborishga qulay giloslarimizdan. Keyin rasmlarim bor, ha? Bor, albatta. Video davomida ko'rsatishga harakat qilamiz. O'sha rasmlarni ko'rishingiz mumkin, qanaqa sortligini albatta ajratib olasizlar. Xolos, mana shu cheklanmagan hozircha miqdordan aka. Bu yerlarda hozir ko'ramiz. Qancha kerak bo'lsa agar yetkazib berish bor. O'zbekiston bo'yicha 12 viloyatga dostavkamiz bor. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonga ham dostavka qilib yuboramiz. Bu albatta kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda bo'ladi. Gap yo'q. Yong'oq ko'chatlari bu yerda. Yong'oq ko'chatlarimiz xudo xolasi bu 2-yil, kelasi yildan bular ham hosilga kiradi. Hosilga kiradi, ha? Do'stlar, yong'oqlar ham bor. Juda yaxshi. Xo'p, bu yerda-chi, mana bu yerda olmalarmi? Bu bozorimizda shu yil qimmat bo'lib ketgan nok sortlarimiz. Bu albatta Eron bilan Dushay sorti mana bular. Mana bular, ha? Gap yo'q. Eron. Bular endi o'sha narxlarni kelishtirib beramizmi agar obunachilar agar sizni nomingizdan telefon qilib so'rashsa agar hammalariga skidka bor. Skidkalar bor. Gap yo'q do'stlar, telefon qilinglar. Birinchi qo'l o'zlaridan chiqaryapman do'stlar, o'shanga bir dona like, albatta iliq fikrlaringizni kommentariyada kutib qolamiz. Gap yo'q. Birinchi qo'l o'zlaridan. Shu dehqonlarni juda ko'p chiqarib yuboryapman. Hech kim like bosmayapti. Aka qarang-da. Xalqni o'ylaydigan ham hamma mast aka. Shunaqa. Xo'p, bu yerda qanaqa ko'chatlar aka? Demak, bular olmamiz yana.
Olma ko'chatlarimiz ham juda ko'p. Hamma sortlardan bor. 9 xil bo'lgandan keyin juda ko'p bo'ladi. Albatta, do'stlar. Bemalol sifatlariga ham e'tibor berishingiz mumkin. Mana do'stlar. Juda qalin. Ko'rasizlarmi? Kelib ana shu yerdan tanlab olsalar ham bo'ladi. Xohlaganlarini tanlab olishlari mumkin va yana bitta eng muhim narsani aytib o'tay. Biz olma bo'lsa, olmaga payvand qilingan bularning urug'ini biz o'zimiz ekib, yetishtirib, yo'qali yana video davomida ko'rsatamiz. Kelasi yilga tayyor bo'ladigan ko'chatlarimiz ham bor. Bular bir xillar ko'p olib sotarlar, bir xil dehqonlarimiz ham bor. Terakka, har xil mevasiz, meva bermaydigan daraxtlarga ham payvand qilsa bo'ladi bu narsani. Biz har bittasini o'zimiz mehnat qilib, urug'idan ko'kartirib payvand qilganmiz. Juda yaxshi. Bular qachon endi hosilga kirishi, hosildorligi kelasi yil birinchi namunasini ko'rsatadi. 4 ta 5 ta, xudo xolasa. Undan keyingi yil o'sha 27-yilga o'sha mevasi yaxshigina bo'ladi. Yaxshigina bo'ladi. Bu dastlabki meva ko'chatlarimiz non behi hozir trendda bo'lgan eng zo'r behlarimiz, donasi katta yirik hamda onajonlarimizning duosini oladigan, bitta tishlashda shunday suvlari chiqib ketgan yumshoq. Shu trenddagi behlarimiz ana shu bo'ladi. Juda yaxshi. Aka, endi qarang. Uyimda mana non behi bor edi. Endi hozir kesilib ketdi. Uncha qarashni bilmadik-da. O'shanga qurtlab ketdi. Shunga umuman qanday qarash kerak? Qurtlab ketmasligi uchun, shunaqa bir sochni aytishgimday suv chiqadigan bo'lishi uchun nima qilish kerak? Birinchisi, boyangi gap 200 gram mehr. Keyin qolganlari albatta o'zini agrar o'g'itlari bor. Shu o'g'itlar bilan qilsa, xudo xolasa, olayotgan mijozlarimiz uchun biz hammasini texnologiyasini tushuntirib beramiz albatta. Juda yaxshi. Shu ozgina mehrni solmabman-da aka. Zo'r. Xo'p, keyingi ko'chatlarimiz mana bu yerda. Xullas, ko'chatlar do'stlar bu yerda juda ko'p. Undan tashqari u tomonlarda mana poliyalar bor. Xo'p, bu yerda qanaqa ko'chat? Shaftoli ko'chatlarimiz. Shaftoli ko'chatlarimiz, Shaftoli ko'chatlarimiz. Bu ham 2 yillik, ular ham. Bular ham 2 yillik, kelasi yildan o'zi bular ham hosilga kiradi. Bu yerda mana hozir 7 gektarga biz daraxt ekkanmiz. Hammasi kelasi yil namunasini ko'rsatadi bahordan, xudo xolasa. Bahordan ko'rsatadi. Bahordan ko'rsatadi. Juda yaxshi. Bu yerda shaftoli ko'chatlarimiz 4 xil sorti bor. 4 xil? 4 xil. Demak, birinchisi o'zi trendda yana Big Bone degan shaftolimiz bor. Juda chiroyli, qip-qizil yaltiroq bo'ladigan. Amerikanskiy degan yana sort. Yangi chiqqan bular ham juda zo'r. Hamda anjir shaftolimizda tukligizi ham bor, tuksizi ham bor, 2 xil. Hamda start degan katta qizil, oldinlari juda ko'p uylarda bo'ladi, shunday yog'li, bunday terisini ajratib yeyiladigan shaftolimiz ham bor. Do'stlar, har birini rasmlarni ko'rsatib o'tganmiz. O'shalardan ko'rib, qanaqasi kerak bo'lsa akamizga murojaat qilib, bog'lanib olishlaringiz mumkin. Eng muhimi shu olib sizlardan soqqa qilsam bo'lar ekanda, shunisi juda yoqdi menga, to'g'risi. O'zlaridan, primoy joylardan. Chunki biz olib sotar emasmiz, biz o'zimiz yetishtirgan bemalol narxlarini kelishtirib, chiroyli qilib, kimda kim olib sotmoqchi bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Chiroyli qilib beramiz. Juda yaxshi. Qarang, yana bitta savol. Endi bilasizki, bizning xalqimizni shunday ko'chat olmoqchi bo'lsa, sirasi garantiya so'raydi-da. Garantiya beramizmi uni? Albatta. Chunki biz o'zimiz bu narsani yetishtirganmiz, o'zimiz urug'dan ko'kartirganmiz, biz kafolat bera olamiz narsamizga. Qancha kafolat beramiz? 98%. 98%. 2% ga agar mehr qo'shmasa, agar 2% u kishiniki bo'ladi. Juda yaxshi. Xullas 100% mana shu olgandan keyin albatta ko'karadi. Shredder ko'chatlari bilasizlar, Samarqandning eng zo'r joyi shu shredder. Ko'chat olishga faqat shu shredderdan olish kerak. Chunki bu yerda haqqoniy bog'bonlar shida bo'ladi. Do'stlar, xo'p, keyingi ko'chatlarimiz. Bular bu yerda Ko'ksulton hamda Qaroli ko'chatlarimiz. 2 xil bu yerda. Demak, Qaroli ko'chatlarimiz 3 xil. Ko'ksulton 1 xil bo'ladi, barchamizga ma'lum. Qaroli ko'chatimiz 3 xil. 3 xil bo'ladi. Demak, hozir Yujniy degan yangi nav chiqqan. O'sha Vengerka hamda Amerikanskiy sortlari bor bizda. Keyin aka yana bitta narsa, shunaqa narsani eshitdim, bog'bonlar ko'p aytishdi menga, shu ko'chatlarni aynan kuzda ekish yaxshi ekan. Albatta. Chunki sabab gapingizni bo'ldim. Hozir daraxtlar ayni uyquga kirayotgan vaqt. Bularni bemalol qayerdan necha marta 5-6 marta olib eksangiz ham, bular uyquda bemalol ko'karadi. Bog'bonlarning siri birinchisi ana shunda.
Bahorda daraxt o'sha uyg'onishni boshlaydi, o'sha suv tortish kerak tomiri. U yoqdan bu yoqqa ko'chirsangiz agar suv yetmay qolish sababidan keyin quritib qo'yadi ba'zi bir mijozlar. Hozirda eksangiz, ya'ni foizi ko'proq ekanda. 100% bo'ladi olishi. Olishi 100% bo'lar ekan. Gap yo'q, lekin sirlarni ochib tashladik aka. Xalq manfaatdor bo'lsin, xalq xursand bo'lsin. Albatta do'stlar. Juda yaxshi. Xullas, narxlarni albatta bularni ham kelishtirib beramiz. Albatta. Sizning nomingizdan chiqqanlarga hammalariga skidka bor. Skidka bor. Endi qarang, optim olsalar narxlarni yana arzonroq bo'ladi. Albatta. Maksimal. Albatta. Kelishtirib beramiz. Shunday. Agar olib sotadiganlar bo'lsa, agar yana kelishiladi. Yana kelishiladi. Albatta. Juda yaxshi. Xo'p, keyingi ko'chatlarimiz aka. Bu yerda ko'chatlarimiz. O'rik daraxtlarimiz. Xo'p, necha xil nimalari bor bu yerda? Demak, bu yerda 2 xil sorti bor. 2 xil sorti bor. 2 xil sorti bor. Demak, ko'r sodiq degan shunaqasi bor aka. Nomli shaft naqamiz ham bor, o'rigimiz ham bor. Ikkinchisi yubileyni Navoiy. Navoiy bu. Ha, shu bu hammamizning uyimizda bor zoldari ana shu. Ana shu. Bu ko'r sodig'i bu yangi sort. Yangi sort. Yangi sort, donasi katta-katta. Bu ham tuksiz bo'ladi, qizil, yarmi sariq, yarmi qizil, yarmi ko'k bo'ladi. Juda shirin bo'ladi. Ayollarimiz, onajonlarimiz buni vareniy murabbo qilishlariga shakar juda kam ketadi, chunki shirasi o'zini zo'r bo'ladi. Juda yaxshi. Bunaqa lekin nomlanishni birinchi marta ko'ryapman. Keyin u yana bitta narsasini aytib o'tay, o'zini taylamaydi. Daraxtda xuddi g'olongaga o'xshab o'zi quriydi, turshak bo'ladi. Turadi, ha. Tushmaydi. Juda yaxshi, zo'r lekin aka. Xo'p, keyingi yilda tayyor bo'ladigan ko'chatlarimiz o tomonda. Bor. U yerda 5 gektarga tayyorlagan mevali ko'chatlarimiz bor. Bular shu yilga tayyor bo'lgan, sotuvga boshlanyapti. Kelasi yildan xudo xolasa bular hammasi mevaga kiradi. Mana 26-yilda sotiladigan meva ko'chatlarimizni tayyorlayapmiz. Juda yaxshi. Mana ko'rishingiz mumkin, mana bu tomoni oxiri ko'rinmaydi mana. Ko'chatlar xullas nerealniy darajada ko'p. Demak, Ruslan aka, xudo xohlasa 2026 agar shu yilga ba'zi bir mijozlarimiz agar ko'chatlarimiz yetmay qolsa agar ko'ngillarni to'q qilishlari mumkin. 2026-2027-yil uchun tayyorlab qo'yilayotgan mana bu ko'chatlarimiz ham bor. Buni qarang, qanday oltin kuz o'z ishini ko'rsatib, tillarang qilib, shunday chiroyli qilib turibdi daraxtlarimiz. Juda bir odam ko'ngli yashnaydigan darajada turibdi, qaranglar, qani sarg'ayib, qizarib, ko'karib, ha aka. Juda ajoyib. Bu yerda aynan qanaqa ko'chatlar hozir endi nima bor? Yuqorida qaysi birini aytib o'tgan bo'lsak, xuddi o'sha sortlarimiz ana shu yerda ham bor. Hammasi bor. Hammasi bor. Olma, gilos bor. Hammasi bor ekan bu yerda, ko'rishingiz mumkin. Mana. Xudo xolasa bu yil bular endi qadini rostlab, tayyor bo'ladi-da. Xudo xolasa agar 2026-yilning oxiridan sotuvga chiqadi. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Bu oxiri yo'q. Soni juda ko'p bo'lsa kerak, aka? Bu yerda 5 gektarga. 5 gektarga. Ha. Bunisi 7 gektar deydi. Zo'r. Do'stlar, mana bu yerlardan bor, mana hali maydalari. Endi bu yilga endi 100% olib eksangiz bo'ladi. Yuqorida aytib o'tmaganimiz bitta daraxtimiz qolgandi, shpanka. Ha, daraxtimiz ham bor. Bu yerda ham bor, u yerda ham bor. U yerdan bor edi, ha. O'shanga siz ana sortlar, daraxtlar, ko'chatlar ko'p dedingiz, ha? Baribir bittasi esdan chiqdi. Baribir yozganimizdan ham baribir esdan chiqib qoldi. Albatta, bizlar ham ba'zi bir narsalarni yozib kelamiz, chunki baribir odam bilasizlar-ku, xato qiladi, esdan chiqaradi. Shunday. Albatta biz chunki xalqni oldida baribir Lubay xohlagan odam hayajon bosadi-da. Albatta, mas'uliyatni his qilamiz inshaalloh. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin, mana hamma ko'chatlardan bor, bemalol bog'lanaverasizlar. Hozir bodom ko'chati ham bor deysiz, qaysi tarafda u? Bodom ko'chatimiz mana. Bodom ko'chatlari bu tarafda, pastroqda, salafanni tagida. Buni o'zimiz bitta qo'l mehnatida ekib chiqib nima qilingan? Qarang aka, hozir mana bu payvand qilingan joylari. Bular payvand qilingan joylari. Bitta yaqinroq ko'rsatamiz, operator. Payvand qilingan joylari mana salafon, ko'ryapsizlarmi? O'zlari. Endi payvand o'zlari nimasiga payvand qilingan-da bular? O'zi. Mana bu demak xudo xohlasa gilosimiz. Gilos olboliga, donakiga payvand qilingan.
Biz terak bu boshqa ba'zi bir tadbirkorlarga o'xshab, endi ular tadbirkorda albatta. Ularga o'xshab boshqa daraxtlarga payvand qilmaymiz. Chunki u chiroyli bo'lishi mumkin. Sifati ham yaxshi bo'lishi mumkin, lekin tam jihatidan duo qilinadigan emas. Keyin yana bitta narsa aka, o'sha payvandni ham o'rgata olamizmi? Albatta. Payvandning ham har xil sortlari bor. Kurtak payvand, cho'pcha payvand, 4-5 xil payvandlarimiz bor. Murojaat qilaversangiz bo'ladi, albatta. O'zlaringiz shunaqa bir ko'chatlar qilmoqchi bo'lsangiz ham akamizdan maslahatlarni olishingiz mumkin. Albatta. Bu albatta hammasi xalq uchun, Ruslan aka. Albatta akalar. Xalq xursand bo'lsin. Yo'q, bu yerda olmalar, ha? Bu olma ko'chatlarimiz. Olma ko'chatlar. Mana xudo xolasa kelasi yilga bodom ko'chatlarimiz. Bu antiqa sorti. Qanaqa sort aka? Bu bodomimiz Makako degan sorti. Makako? Shunaqasi bormi? Bu yangi sort, biz o'zimiz buni chetdan olib kelganmiz. Xudo xolasa 26-oxiri 27-yilda, kelasi yil 26-27-yilda sotuvga tayyor bo'ladi. Bu po'sti juda yumshoq, donasi katta, juda chiroyli. Yevropa navi. Yevropa navi. Yevropa navi. Zo'r, yangilikni qaranglar. Shuni bunaqa sortni hali hech qayerda bo'lmasa kerak aka. Hali O'zbekistonda birinchi shu yerdan chiqyapti. Buni o'zimiz chetdan olib kelganmiz. Chetdan olib kelingan yangi sort. Mana do'stlar, sizlarga yangilik. Yangilik so'raganlar bo'lsa, mana do'stlar 3 gektarga shularni ekkanmiz. Gap yo'q. Xuddi garajchi pirojkida ketadi-da ular kelasi yil, ha, aka? Zo'r akalar. Xullas, kelasi yil tayyor bo'ladimi yoki muddati qanday bo'ladi tayyor bo'lishi? 2026-yilning mana shu oylaridan xudo xolasa sotishga tayyor bo'ladi. Do'stlar, ancha bu yerda, ha? Bu yerda juda ko'p. Qancha kerak bo'lsa O'zbekistonga yetkazib bera olamiz. Qo'shni davlatlarga ham dastavka qilib yuboramiz kerak bo'lsa agar. Do'stlar, mana kech bo'ldi ozgina, lekin video olishni davom ettiryapmiz. Malina ko'chatlari o'zlariniki ekan, mana shu o'zlarining bog'iga kelganmiz. Malina ko'chatlari nechta bo'lyapti aka hozir? Donaga 30 mingdan optimga ko'proq olsa kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Yana arzon bo'ladi, ha? Bo'ladi. Do'stlar, siz necha pul deb o'ylaysizlar? O'sha narxda ham berishlari mumkin. Telefon qiringlar, u yog'ini kelishsangiz bo'ladi. Xo'p, qanaqa ko'chat bu aka? Malina qanaqa sorti? Sorti O'zbekistonda juda kam. Bu o'zimizdan buni ham chetdan olib kelganmiz. Mesli Tojikiston sorti. Mesli Tojikiston. Agar issiqxonada parlikda qilinsa agar 11 oygacha meva qilinadi. Hozir mana shu bir marta qor yog'gan bo'lsa ham, mevalari pishmay qolganlari hali ham bor. Bu juda hosildor. Ana shu joyni o'zidan 700 kilo shu yilning o'ziga hisob terdik. Yo'q-e. Ana shu yerni o'zidan. Shu joyning o'zidan. 5 marta terim bo'ldi. Voy. Endi qancha necha sotiqlik joy? Yo, sotiqqa kirmasa kerak ekan? Yo, sotiq emas, bu 1,5 sotiqqa ekkan bo'lsa kerak-da, eng ko'pi. 1,5. Bu hosildorligi juda ko'p ekan. Juda zo'r. Bitta tupi kamida shu bir sezonda desak, bir sezonda 7 kilogacha berishi kerak. Agar yaxshi qaralsa, suvi vaqtida bo'lsa agar, e'tibori mehri joyida bo'lsa, mevasi ham juda zo'r bo'ladi. Donasi yirik, juda katta, chiroyli, shirasi yaxshi. Juda yaxshi. Aka, endi sizni 5 yil tajribangiz bor-da shu sohada. Endi sirlarni ochsak aka, aytganimizdek, nima deysiz? Mayli. Qanaqa qarash kerak bularga aka, bunaqa hosildorlik berish uchun? Suv vaqtida bo'lishi kerak. Suv qanaqa berilishi kerak? Suvi demak, pishish oldi, pishgancha yaxshi suv beriladi. Terim oldi 2 kun, 3 kun umuman suv berilmaydi. Agar suv berilsa agar malina suvni o'ziga borini shimib olib tergandan keyin u juda yumshab qoladi. Bozorda ko'rsangiz malinalar yumshab qolgan bo'lardi. Bu 3 kun, 4 kun shu pishganda suv berilmasa donasi yirik, qattiq bo'lib turadi. Ezilib qolmaydi. Keyin hosildorligini ko'paytirish uchun mana bu hozir yilning oxiri, xudo xolasa bahor 25-mayda birinchi hosil уже teriladi. 25-mayda. Mana daraxtlar hosilga kiradi. Iyun oyida bular hammasi kesib taylanadi. Mana shular eski navdalar hammasi kesib taylanadi. Tagidan yangilari chiqadi ungacha. Eskilari kesilgandan keyin bor kuch yangisiga o'tadi, yangisi hosilni zo'r beradi. Ko'p malinachilar xato qilishadi. Malinani terib bo'lgach, shuni o'z ahvoliga qo'yishadi. Mevasi kam bo'ladi. Unda daraxti ko'p bo'ladi, o'zidan ko'p daraxtlar chiqaradi-yu, lekin mevadorligi kam bo'ladi. Buni kesish qoidalari bor. Do'stlar, endi internetlarga chiqishi mumkin har xil endi
olib sotarlar juda ko'p chiqadi. Ularni ajratish uchun prosta bizani kanalimizni kuzatishingiz kerak. Mana shu Shahboz akamizdan chiroyli zo'r maslahatlarni olsa bo'ladi, lekin albatta telefon qilinglar, ko'chatlarni olinglar. Yaxshi ko'chatlarni ko'rdim bu kishida, lekin olish kerak vaqtida, ayni paytda kuz fasli, hozir narxlar arzon. Saralab olsangiz bo'ladi bunaqa ko'chatlarni. Qanaqa ko'chatlar kerak bo'lsa, albatta bog'laninglar. Aka, kattakon rahmat bergan ma'lumotingiz uchun. Undan tashqari yana boshqa sortlari, boshqa ko'chatlar ham bor. Bemalol telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Telegram, WhatsApp, hammasi bor. Hammasi bor. Kivi ko'chatlarimiz ham. Kivi ko'chatlari ham bor. Monty degan sorti bor. Hayward sorti payvand qilinishi kerak. Erkak ayol sorti bor. Hayward sortida. Monty sortida juft ekiladi. Ikkalasi bir-birini changlatib, ikkalasi ham ekilgandan keyin 4-5-yilga hosilga kiradi. Juda zo'r, unumdor, shirin. Kivilar nech pul bo'ladi aka ko'chat? Kivilari boshlanishi 150 mingdan. 150 ming so'mdan. Boshqalar 300 ming, 400 ming sotayotgan narsalar 150 mingdan bizga boshlanadi. Kivilar 150 ming so'mdan ekan do'stlar. Narxlar juda arzon. Aslida bu kishilarlar albatta joyidan olinglar, shunaqa yaxshi narsalarni olasizlar. Rahmat amaga. Rahmat.